Qo'qon Medichilishini ro'parasida Dilnur mangalda biz. Ishtahani ochib olamiz. Qalampir va ishtahani ochib olamiz. Qalampirni yaxshi ko'raman-da. Bismillah. Sovuqli deysizmi? Karekali deysizmi? Iymali deysizmi? Onda buni ajoy ko'rmagan ekanman. Nur mangalda har xil salatlarimiz ham bor ekanda mana. Go'sht pishguncha qalampir yeb turamiz. Manzillari Qo'qonda Medichilishini ro'parasida. Bo'ri ham yeb bo'lmagan aka, qo'y. Mana ishtahani ochib olaymi? Oching. Voy, omadli ekan. Bu qanaqalar? Buni ha? Chichiga sirchib olaymi? Chi. Bonusga sho'rva berishar ekan kelgan mehmonlarga. Atmosferasi ham juda ham chiroyli ekan. Do'stlar bilan to'g'rilgan kunlar, har xil večerlar o'tkazgan zo'r joy ekan. Go'shtlarni yeb ko'ramiz. Qo'ziqorinlarni ham pishirish kerak ekan. Xomicha haydab qo'ya qolaman. Qo'qonda yagona bo'lgan mangalda shuna go'sht pishiradigan restoran ekan. Hammalarini Dilnur mangalda kutamiz. Ammo mazasi haqiqatan ham zo'r ekan. Zo'r ekan. Sog' salomat bo'lasizlar.